Tug'ruqdan keyin qanaqa vitamin dorilar ichyapsiz deb juda ham ko'pchiliginglar so'ragansizlar. Bugun shu haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda doktorga borib ko'rinishinglarni maslahat beraman. Hammaning organizmi bir xil emas, har xil bo'ladi. Lekin men hozir sizlarga ma'lumot berib o'tadigan vitaminkalarim hech qanaqa doktorlarning maslahatisiz, bemalol qo'rqmasdan ichsanglar bo'ladigan vitaminchiklar. Men ikki xil vitamin dorilar ichaman. Bittasi kollagen, bittasi zink. Hozir kollagen haqida qisqacha ma'lumotimni berib o'tib ketaman. Kollagenda faqat tug'ruqdan keyin emas, erga tegmagan qizlar, bemalol hamma ayol qizlar ichsanglar bo'ladi. Faqat kollagen 25 yoshdan keyin ichiladi. 25 yoshdan keyin bizning organizmimizda kollagen ishlab chiqarishni to'xtatadi. Bizlar mana bunaqa kollagenlar bilan organizmimizni boyitishimiz, to'yintirishimiz kerak. Kollagen bu badanimizdan osilib qolmasligi, tarang, tirsillab turishimiz, yuzimizdan har xil narsalar chiqib ketmasligi, yuzimizni ham tirsillab turishiga yordam beradi. Tishimizga, sochimiz mustahkam bo'lishiga yordam beradi. Kollagenning ikki xil ko'rinishi bor. Bittasi parashokli, bittasi jilishkali. Men mana shu ikki xil ko'rinishdagini ichyapman. Tug'ruqdan keyin juda ham holsizlanib, kuchdan qolgan edim. Kollagen ichishni boshlaganimdan keyin shunaqangi energetniy bo'lgan